Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Deski pansiyonda biza kirpishli domda 3-etajda 3 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Shuni obzorini ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Girganimizdan shunday eshiklarimizda mirishchadan hapshib ketib qo'yilgan. O'ng tarafimizda Deski spalnimiz bo'ladi. Deski spalnimiz ham shunday ko'rinishda, ko'rib turganlaringizdek, pollarimiz laminat polatilingan. Mo'ysha bo'yladan qo'yilib, chiroylatib qo'yib turaylik. Bu yerdan chiqsak do'stlar, banamiz spalni bo'ladi. Spalnimiz ham patologlari gipsokardondan figura berib bezatilgan, natijada patolog etilib, konditsionerlari zamonaviy isitgichlar qo'yilgan. Spalni mebellari tayyor holatida to'g'ri kirib yashaydigan do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek. Eshiklarimiz MDF yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Banda zalımız oladı. Zalımız ham mo'ysha bo'yladan qo'yib bezatilgan. Pollarimiz laminat pol hammerimiz. Ko'rib turganlaringizdek, ataplarlar ham o'tirilgan. Registrlar tashab o'tirilgan. Shunday ko'rinishda zalımız ham. Bellerimiz için chiroylatib, figuraga bezatib qo'yibdilar. Uqloqlar qo'yilgan tayyor holatida to'g'ri kirib yashaydigan do'stlar kvartiramizga. Shunday ko'rinishda. Balkonimiz ham kuxnyatni qo'yibdilar. Fartuqlar urilgan, gaz filtrlar qo'yilgan, mo'ykalar, ichishchalar tayyor holatida. Bu tarafimizda shunday kuxnya mebelimiz tayyor, to'g'ri kirib yashaysiz. Hamma jihozlar bilan sotiladi do'stlar. Ko'rib turgan jihozlarimiz bilan. Xolodilnik ham mavjud bor. Patologlarimiz plastikdan bezatilgan patologlar. Tayyor holatida. Aynalar ham almashgan. Remontdan chiqib tayyor bo'lib turibdi do'stlar. To'g'ri kelasizlar, yashaysizlar. Sanuzilni ham ko'rsatib o'tsak do'stlar. Sanuzil ham daha patolga kapilatilingan, pollarimiz kapilatilingan, bellarimiz ham kapilatilib, arish sollar qo'yilib, tayyor holatda turibdi do'stlar. Shunday ko'rinishda chiroyli. Eshiklarimiz akva eshiklardan qo'yilgan. Rakovinalar qo'yilib, tayyor bo'lib turibdi. Qarorchi aytganda, to'g'ri girasizlar, yashaysizlar. Esa do'stlar, sizlarga ko'rsatacak kvartiramiz tushadi. 3-etajda 3 xonali barcha jihozlari bilan 520 million so'm. Ozgina kelishadigan yeri bor do'stlar. Kelsangizda uy egasi kelishib beradi do'stlar. Esa hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz do'stlar. Like, podpiskadan chiqarmanglar.